Assalomu alaykum kuzatib boruvchilar. Mana navbatdagi oshxona belimizni o'z egalariga topshirdik. Xudo xohlasa buni o'rnatib, bitirib topshirish ham oson bo'lmadi, chunki obyektimiz kattaroq bo'lgani uchun sizlarga ozgina bo'lsa-da qisqacha obzorni qilamiz va narxini oxirroqda aytib o'tamiz. Chunki narxi juda ham hammaga qiziq va yoqadigan bitamiz. Oshxona mebelimizni jami uzunligi 385, balandligi esa 285. Polni yuzasiga akril materialdan chiqildi va ichidagi mexanizmlar hammasi davchilik mexanizmlardan qo'yildi. Tortmalariga, qo'shqo'donlardan joylaganmiz. Birinchisiga qolganlariga mana hammasi zo'rida. Xo'p, birinchi xonasi 45 sm-lik ikkita polkali, tepalarida eshiklar katta bo'lgani uchun ikkitadan qo'ydik shanellarni. Ichlarida polni ko'pralari chiqib ketadigan joylar tepadan chiqib ketadi. Mana qolgan joylarda ikkitadan polkalar. Bu yerda esa mana shirkasini qo'yganmiz. Va mana bu yerga katta qilib o'zlari ariston joylagan ekanlar va aristonni ham chiroyli qilib o'rab berdik. Mashina, mo'yka, tortlar, bu yoqda stol stullar, gazlar hammasi ikkitaga joylashgan. Narxlari qiziq. Albatta bu ishimizni metrini atigi 2.600.000 so'mdan qo'ydik. Sizlarga ham kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Bu akril materialni yuzalariga ham va mana bu korpuslarga ham hammasiga birlik 40 kronadan bosilgan. Rahmat.